savdogarlarga Umarxo'ja, O'troriy, Jamol Marog'iy, Faxriddin Dizaki, demak Amiriddin Haraviyni demak boshchi qilib 100 ta mo'g'ul demak va 450 ta musulmon savdogarlardan iborat katta karvonni Turonga jo'natadi. Aynan mana shu karvon O'tror hokimi Inochiq tomonidan ushlab qolinadi, chunki o'sha Chingizxonni xufiylar qo'shilgan savdo karvoni yaqinlashib kelayotganligidan xabar topgan bu va o'sha karvon a'zolarini josuslikda ayblaydida Muhammad Xorazmshohdan javobni kutmay turib ularni o'ldirishga buyruq beradi. Karvon talangandan keyin Chingizxon g'azablanadi va g'azabini bosib, demak Ibn Kafroj Bug'ro ismli elchini ikkita mulozim bilan birga Xorazmshoh huzuriga jo'natadi. Ibn Kafroj Bug'ro o'ldirilgandan keyin ikkita mulozim esa demak soqol mo'ylovlari sharmandalik qilib qirib tashlanadi va qaytarib yuboriladi. Aynan mana shu narsa urush boshlanishiga, ikkita davlat o'rtasida urush boshlanishiga bahona bo'ladi. Bahona deb alohida yozdim, chunki urush boshlanishiga sabab bor. Sabab boshqa edi. Ikkita davlat o'rtasida urush boshlanishiga sabab bu ikkita davlat chegarasini bir-biriga yaqinlashib qolgani, ya'ni yer edi. Bahona esa Chingizxonni karvoni talanishi va karvonni talangandan keyin karvon talaganlarni menga topshirgin, men o'zim sud qilaman deb yuborgan elchisini o'ldirishi urushga bahona bo'lyapti. Ibn Kafroj Bug'ro elchiligi haqidagi ma'lumotlar Jome at-Tavorix asarida keltirib o'tilgan ekan. Bu asar muallifi demak Rashiddin Fazlulloh hisoblanadi. Endi eslatmaga e'tibor berasizlar. Inolchiq nima uchun topshirmaydi haligi Sulton Muhammad? Chunki Inolchiq unga begona emas edi, balki Sulton Muhammadning tog'asi edi. Hali demak mavzu davomida uni yana bir tog'asi bo'lgan, unga ham alohida to'xtalamiz. Demak, Inolchiq Sulton Muhammadning tog'asi ekanligi haqidagi ma'lumot Shajoatul Mo'g'ul asarida keltirib o'tilgan Abulg'oziy Bahodirxon tomonidan yozilgandi bu asar. Endi Bahodir Roziy elchiligining sababi Chingizxonning tarixi va mo'g'ul lashkarlarining Qo'ng'och, Ko'kir, Tibet mamlakatlari, Chin iqlimi, Uzoq Sharqdagi islos haqidagi xabarlar to'g'risida ishonchli odamlar orqali aniq ma'lumotlar yig'ish va mo'g'ul lashkarlarining ahvoli, sifati, soni haqida ma'lumotlar to'plashdan iborat bo'lgan. Birinchi Hijriy haqida qo'shimcha ma'lumot qadimgi va o'rta asrlarda turkiylar elchi xabarchiga nisbatan Yalavoch atamasini ishlatgan. Endi mo'g'ullar davlatini tashkil topishiga to'xtalamiz. Temujin, ya'ni Chingizxon 1206-yilda Onon daryosi bo'yida mo'g'ul urug' va qabila boshliqlarining qurultoyida Temujinga Chingizxon, ya'ni Ulug'xon degan unvon beriladi. Xo'p, uni qo'shini intizomli va uyushgan bo'lgan, yuqorida aytib o'tdik, 10 ming kishilik turk azamatlardan iborat qo'shini bo'lgan. Xo'p, bitta narsaga e'tibor berasizlar. Xorazmshohni boyagi 10 minglik qo'shini mamluklardan iborat bo'lgan. Chingizxonning 10 minglik qo'shini esa turklardan iborat bo'lgan. Har ikkalasida 10 minglik qo'shin bor, lekin qo'shinning asosini kimlar tashkil etyapti? Xorazmshohda mamluklar tashkil qilyapti, Chingizxonda esa turkiylar tashkil etyapti. Endi 1218-19-yillarda Gobi sahrosining sharqiy chegarasidan to Tangirtog' g'arbiy etaklarigacha bo'lgan viloyatlar birlashtiriladi. Jang paytida qo'shinning saf tortishi oldi qatorda, demak, og'ir qurollangan otliqlar borgan, uni orqasidan esa suvoriy kamonchilar borgan. Mo'g'ullarning asosiy taktik hiylasi bu soxta chekinish bo'lgan. Soxta yolg'ondan chekinadi va asosiy dushmanni o'rab olib, ularni mag'lub etardi. Chingizxon tashkil etgan davlat dastlabki davrda Yeki Mo'ng'ul ulus deb atalgan. Mana shu ma'lumot ham testlarda tushishni boshladi. Yeki Mo'ng'ul ulus. Mo'g'ullar va Xorazmshoh o'rtasidagi ilk to'qnashuvga to'xtalamiz. 1216-yilda Irgiz daryosi bo'yida Muhammad Xorazmshohning 60 ming kishilik qo'shini Mo'g'ullarning 20 minglik qo'shini bilan jang qiladi. Bu jangda Xorazmshoh qo'shini 3 ta qismga bo'linadi va ulardan biriga Jaloliddin lashkarboshi qilib tayinlanadi. Istirmada turishni buyurdi degan. Endi mavzu bo'yicha glossariy bor. Glossariy bu demak ayni bir mavzuga oid atamalarni va uning izohiga glossariy deyiladi.
Yalavoch bu turkiylarda elchi va xabarchilar shunaqa nomlangan ekan. Yalavoch deb atalyapti. Hop, keyin Bozirgon bu Chingizxonning savdogarlari. Tangritog' bu hop Tyan-Shan tog'i. Shunaqa nomlangan o'sha davrda. Psixologik hiyla bu hushtak, baland nog'ora yoki qaysidir hayvonlarni ovozlarini kuchaytirib, shu vahima solish bo'lgan. Mana ko'pchilik dushman soni ko'pchilik ekan degan ma'noda vahima solish bu psixologik hiyla deb atalgan. Hop, Chingizxon tuzgan davlat dastlab atalishi Yeki mo'ng'ul ulus bo'ldi. Irgis daryosining joylashgan hududi hozirgi Qozog'istonning demak Aktobe viloyatida joylashgan ekan. Mana shu. Hop, endi 3-mavzuga o'tamiz. Qo'llanmada 3 ta mavzuni men solishtirib ko'rdim. Kitobimizda 35 bet bo'lgan, 35 bet ekan kitobimizda, bizda qo'llanmada 12-13 bet bo'ldi. 3 baravar demak kitobimiz qisqardi. Muhammad Xorazmshohning mamlakat mudofaasiga oid tadbirlari va uning oqibatiga to'xtalib o'tamiz. Xo'p, Muhammad Xorazmshoh eng yirik shaharlari bu mana shu 5 ta shahar bo'lgan. O'tror, Buxoro, Samarqand, Xo'jand va Urganch. Shu shaharlarni mo'g'ullar tomonidan egallanishini birgalikda ko'rib chiqamiz. Xo'p, O'trordan boshlaylik. O'tror 1219-yilning kuzida O'trorga hujum boshlanadi. Nimaga aynan Chingizxon birinchi yurish qilgan shahri bu O'tror bo'lgan? Chunki O'trorda uni karvon talangan edi. O'ch olish maqsadida ham eng birinchi bo'lib O'trorga bosib kiradi. 1219-yil kuzida boshladi. Hali noibi G'oyirxon edi, inochiq. Hali sarkardasi o'sha vaqtda qorichi hoji bo'lgan. O'trorni qamalni davomiyligi 5 oy davom etgan va plus arkda 1 oy davom etgan. 5 oylik qamaldan keyin qamalni yorib kiradi mo'g'ullar. Arkka joylashib olib haligi G'oyirxon yana 1 oy davom etadi. Endi savol beraylik, qo'shimcha savol. Nima uchun G'oyirxon jon jahdi bilan shaharni himoya qilishga harakat qildi? Vaholanki shahar og'ir ahvolda qolganda ko'pchilik shahar hokimlari yoki shahar sarkardalari shaharni tashlab ketishganda ko'p holat. Nima uchun oxirigacha kurash olib bordi? Qisqa javob. Bilganlar bormi? Xo'p, savol tushunarli bo'ldimi? Demak, nima uchun G'oyirxon qamal demak o'sha mudofaani oxirgi daqiqagacha davom ettirgan. Shaharni tashlab qochmadi yoki taslim bo'lmadi Chingizxonga. Bilganlar bo'lmasa, men o'zim aytishga majburman. Demak, aybdorlik qilsa. Biladi G'oyirxon Chingizxonning karvon talaganligini va biladi va demak u aybdorligini his qilgan. Agar qo'lga tushsa, Chingizxon uni kechirmasligini, o'ldirishini yaxshi bilgan holatda oxirigacha kurash olib borgan ekan, oxirigacha. Va G'oyirxon qo'lga olingan va undan keyin Samarqandga olib borib qiynab o'ldirilgan. Ayrim manbalarda shu haligini G'oyirxonni teri shilib olingan degan ma'lumotlar ham bor. Haqiqatdan qiynab o'ldirilgan. Bitta boshqa bir manbada qulog'imni, burnimni kesib olingan degan ma'lumot ham bor. Xullas, har ikkala holatda ham mazmunga e'tibor beradigan bo'lsangiz, qiynab o'ldirilgan. Endi O'trorni qamali va O'trorni egallanishi bilan bog'liq bo'lgan ma'lumotlar Tarixi Jahonkusho degan asarda keltirilgan. Alauddin Abdumalik Juvayniyning Tarixi Jahonkusho degan asari keltirilgan. Xo'p. Chingizxon tomonidan va mo'g'ullar tomonidan egallangan ikkinchi shahar bu Buxoro bo'lgan. 1220-yil fevralda Buxoroga hujum boshlanadi. Buxoro 1220